Qanday hol? Qayerga ekan? Rahmatga yosh qiz, boravering. To'g'ri? Qiz bo'lmasa to'xtamaysizlar. O'tiray, rangingni o'ray. To'g'ri, bugun kun issiq bo'pti. Qo'lingni olay. Kanishni issiq bo'pti. A bitta shapka bilan qo'lqab kiyib olmabsan-da, jiyan. A saraton bo'lsa, a bitta futbolka short kiyib oladi-da odam degan. Endi tog'jon bugun uchrashuvim bor. Shuning uchun akkurat kiyib kelganman. Birimizga to'g'ri kelsak, buyog'i to'y. Jiyan, bir-biringga to'g'ri kelasanmi, kelmaysanmi, menga plan. Jiyan, yetib keldik. Tog'jon, hech bo'lmasa o'zingiz uchun konsertni yoqib yuring, iltimos sizdan. Kallang tort, mashina suvqilyapsan. Onam aytgan qizsizmi? Optingga qara, cho'milib ketsang o'lasanmi? O'z taksida cho'milib kelyapman. Hey. Jiyan, ketdik. Ketavering, boshqa taksi keladi. Siz bilan ketmayman men. Mendan boshqa hech kim ketmaydi bu yerdan. Yur. Shoshyapman-da. Tog'jon, tushunaman. Tiko, Labo, Matiz mas'uliyati cheklangan mashinalar. Asl mashinangizda konditsioner bor-ku, yoqib yuring, jon aka. Qara, konditsioner degan so'zga o'zi yutal tutib boshladida. Hozir shamollasam, infeksioniga yotsam, ballarim sen boqasanmi? Hey, ishlamaydi. Jiyan. Jiyan, baxtli bo'l. Rahmat akajon. Qayerga ketyapsan? Aka, ichkarida uchrashuvim bor. Yaxshi ko'rgan qizim kutib turibdi. Yaqinda to'yimiz. Akvaparkka kelyapsan. Optingga qara. Akajon, kirmasam bo'lmaydi lekin. Mumkin emas bunday kirish. Aka, xafa bo'laman lekin. Xafa bo'lasanmi yo'qmi, ishim yo'q, davay haydab berdim. Aka? Yo'q. Ukajon? Men chaqirdim aka. Ha, keta gullagan suv quyib ket. Bugun to'y aniq hal bo'ladi. Voy ukajon, tezroq bu. Qizing kutib qolgandir. Tog'a, sizda uylanmay ketaman deyman-da. Boravering, undan ko'rma piyoda ketganim yaxshi edi. Qara, hozir enang telefon qiladi. Labay onajon. Bugun ham uchrashuvdan qolsang, boshingni yulib olaman. Xo'p onajon. To'g'ri, mashina qizdiring. Mashina qizigan turibdi, ketdik. Tog'ajon, hech bo'lmasa shu safar uchrashuvga odamga o'xshab boraylik. Yoqing shu konditsioneringizda. Jiyan, seni bitta uchrashuvingda bala-chaqam rizqini kesaymi? Har nimada bir 20-30 kilometr ko'p yursam, 1-2 so'm bo'ladi. Polni vaqt zapravka qilsang, falon so'm bo'ladi, jiyan. To'g'ri, gap puldami? Yo'q, mehr-oqibatda kanishni puldadi. Tog'ajon, shuni oldinroq aytmaysizmi? Dadam Rossiyaga ko'z tegmasi har kun Anjar Pay ilova orqali Humo, Uzcard viza kartalarimga pul yuborib turadi. Shu orada pulni naqd pul ko'rinishda ham tashab qo'yadi. Shu uydagi kommunal to'lovlar bor-ku, shu Anjar Pay ilova orqali to'laydi. Dadamning aytish bo'yicha eng qulay kurslar faqat Anjar Payda. Yoqing shu konditsioneringizni iltimos. Jiyan, sen pul degan payting yonig'ida. Mana manzilga ham keldik, jiyan. Jo'noq, nima zakaz qilasiz? Ana, konditsionerning oqibatida jiyan, qolding o'zi.